Halkım bir pasport evazına aylık kefil şart emas 20 milyon so'm bilan joy adınıza o'tadi. Lifli domda bunu zo'r tarafi ikki xonali bo'ladi. Manzilimiz ekstrinniy shoshilinch boysa hamda Yangi O'zbekistonda baytiladi. Podpiska bo'lsa yoddan chiqmasin. Berimi cho'tka etib olingan, ko'rdingizlar, kattagina olingan. Sizlar aytgan tarafi mana bunda. Bu yerni 8 metr ekan ber, shunning yeri 4-4dan bo'lsangizda 2 xona chiqadi. 5-etajda. Berimiz yana sanuzel. Berimiz oshxonamiz. Mana. Bunda bolalar o'yinlar ham bor. Parkovka ham faqat turibdilar, xudo xolasa. Xudo xola berishini zo'r oladi. 20 million so'm bilan joy adingizga o'tadi. Aylik kafil shart emas. Xudo xolasa, kim niyat etib turgan bo'lsa, niyatini yetsin. Aytsakim, olib qo'ysangizlar, yurtda qimmatlab yotibdi joy. Aylik to'lov 5 milliondan chiqadi, 1 lakatdan chiqmasin. 5 million so'mdan chiqadi aylik to'lovi. Asa sog'inglar, salomat bo'linglar, topganlaringiz hamisha yaxshi kunlar buyursin. Aman bo'linglar, endi qaranglar. Kam bir svet yonib bersa, ina. Svetlar ham yana borib ketadi. Shuning gaplar. Aman bo'linglar.